Ya'ni o'sha trading tur haqida sizlar bilan birgalikda bugun shuni qisqagina qilib gaplashib o'tib ketamiz ekan. Va o'sha trading tur kimlar uchun bo'ladi ekan va o'tgan safargi trading turdagi bo'lgan natijalar ekan, aytagidagi bo'lsa hammasini ko'rib chiqamiz ekan kattalar. Va men o'sha keladiganlar uchun o'sha yangi qaysi ma'noda sistemalar va yangi strategiyalar ustida ishlayapman va barchasi deyarli tayyor. Menda o'sha nima gapiradi, glavnisi rezultat va glavnisi o'sha ishlaydigan win rate'larni ko'rib chiqaman ekan va undan keyin sizlarga sekin-sekin ko'rsatib tushuntirib boramiz ekan. Xo'p, endi trading tur kattalar birinchi qadam bizada umuman olganda qanaqa bo'ladi? Shu kirish qismidan boshlaydigan bo'lsak, demak, sizlar bilan shu hafta davomida umuman olganda gaplashib ko'rib keldikki, shtobi o'sha trading tur qanday bo'ladi va nimalar haqida bo'lishi haqida o'sha gaplashdik. Ya'ni qanday hozir bir mikrotalar o'sha zapisni to'liq qo'shmadim menimcha. Xo'p, endi ko'radigan bo'lsak, ya'ni tizimli trader bo'lish va real muhitda real natija bilan o'sha gaplashamiz, ya'ni ko'rib chiqamiz degan o'sha bir qator sizlar bilan gaplashamiz degan o'sha masalamiz bor ekan bugungi. Ya'ni o'sha umuman olganda barchamiz bilamiz, shu tradingda o'sha kirish qismi va start har doim muhim bo'lgan. Deylik, kimlardir bor bizada, xoramizda o'qib chiqqan va hammamizda deylik har xil natija bo'lishi mumkin. Deylik, hammadan bir xil natija bo'lib ketishi mumkin emas. Ya'ni kimdadir deylik natija bo'ladi yoki kimdadir bo'lmaydi yoki kimdadir qiyinchilik bo'ladi ekan. Xo'p, men aniq bir narsani o'sha oldin ham sizlarga shu Instagramda ham boshqada ham misol tushuntirib gapirib kelamizki, shu sizlarni natijaga chiqaradigan shaxs bu ustoz bo'ladi, lekin baribir ham o'sha nima deydi, qaysidir ma'noda qarshi chiquvdan chiqadi ekan. Sizlar tarafdan ham va ustoz tarafdan ham harakat bo'ladi, lekin baribir ham shuni hisobga olganimiz ma'qulki, tushuntirib bera olmaydigan shaxs bo'ladi, tushunmaydigan shaxs bo'lmaydi. Misol uchun, men tushundim, menda ham sizdek bilim bor va menda ham sizdek qaysidir ma'noda aql bor ekan. Prosta qaysidir ma'noda bizani yon atrofdagi shaxslarimiz o'zgartirishi mumkin. Kimdir ko'rasiz tez o'zgarib ketyapti, kimdir ko'rasiz sekin o'zgarishi bor, lekin o'zidagi shu kimlargadir qarab kamchiliklarni yoki ishlamasligini ko'rib kuzatib borishingiz mumkin ekan. Bu nimada? Misol muhit yaxshiligidan ekan. Ya'ni o'sha ko'pchilik bilan savdo qilganimizdagi holat ekan. Hop, umuman olganda shu trading turimiz qanchaga bizga mo'ljallangan? Deylik 20 kunga mo'ljallangan o'zi option. Bu narsa nima uchun bo'ladi? Har kuni dars bo'ladi aka-ukalar. Misol boshlang'ich 10 kun Toshkentda bo'lib o'tadi. Misol Sirojiddin tarafdan o'zi kalkulyatorni tushuntirib o'tadi ekan. Keyingi 10 kunlik men oldimga kelasizlar. Shaxsan o'zim tarafimdan o'zim sistema va birgalikda savdolarni amalga oshiraman. Savdo qilish yoki boshqa ulardan xudo xolasa kattalar problem yo'q, chunki bilasizlar, men birinchi marta trading tur qilayotganim yo'q va birinchi marta sizlarga o'qitib tushuntirib yoki o'quvchilarim misol natijalarini sizlarga ko'rsatib kelayotganim yo'q ekan. Va o'ylaymanki, sizlar ham qaysidir ma'noda ozgina harakat qilsanglar, bu shu guruh bir martalik tuziladi, qaysidir ma'noda deyilgan. Shu guruhga kirsanglar, misol sizlarda o'sha premium hamma narsa paketlar mavjud bo'ladi ekan. Misol uchun 20 kunlik dars deyilgan, turishingiz qaysidir ma'noda va yeb ichadigan polni biletingiz hammasi shu o'z ichiga oladi ekan. Ya'ni tur, ya'ni bu nomi bilan tur bo'ladi. Shtabi dam olish ham o'z yo'lida bo'ladi ekan. Shu bilan birgalikda ko'pchilik tushunarli. Ya'ni kirish qismi shundan iborat ekan. Hop, keyin bilasizlar, ya'ni sizlarda bo'layotgan muammolarni hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni qaysisida o'sha oprosnik sizlar bilan birgalikda o'tkazdik shu hafta davomida to'liq va hafta davomida sizlardagi o'sha bo'layotgan mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringizdagi problemalarni qayta qilishni yozib chiqamiz va bu narsalar aka-ukalar bizani o'zimizda ham boshimizdan o'tgan. Misol uchun bitta sizamiz yoki bitta bizada yoki bo'ladigan joy emas. Har bitta trader o'zini boshidan bu narsalarni o'tkazishi kerak va shundagina o'ylaymanki, sizlarda qanaqadir o'tish bo'ladi ekan. Masalan, ko'radigan bo'lsak, hammada har xil. Bu barchasi bo'lishi mumkin. Masalan, hissiyot savdosi, qo'rquv, ochko'zlik, stop loss qo'ymaslik, ya'ni ko'p savdoga kirishlik ekan va tez-tez strategiyaga almashtirish. Ya'ni bularning barchasiga biz agarda yechim qilgan taqdirimizda ham, masalan, qaysidir ma'noda sizlarga birinchi ochlik kerak bo'ladi ekan, o'sha disiplina bilan harakat, ya'ni как положено tizimli savdo, tizim bilan harakat kerak bo'ladi ekan. Bu nima degan? Masalan, biz o'sha o'quvchilarimiz bilan ham как положено harakat qilamiz. Umuman olganda o'sha tizimli savdo qilishga bu narsani hamma har xil tushunar ekanda. Masalan, kimdir tizimli savdo qilganda qanaqadir hisob kitoblar bilan birgalikda savdo qilishni tushunar ekan, kimdir misol $100 dan $1000 qilishni tushunar ekan. Yo'q, katta unaqa bo'lmaydi. Tizimli savdo degani stabilniy bo'ladi. Misol uchun, siz har doim savdo qilib kelyapsiz, bu narsa qachonlardir kelib ishlamay qolishi mumkin emas. Chunki siz savdo qilib kelayotgan trader bo'lsangiz,
naborot sizlarga qachondir o'xshamay qolyapti, demak siz savdo jarayonida yana nimadir o'sha sistemangizga, o'sha tizimingizga ozgina o'zingiz taraflama o'zgartirish kirib, savdolarni dальше amalga oshirib ketishingiz bu tizimli savdo deyiladi va psixologiya haqida gapiramiz yoki boshqa qilamiz ekan, misol uchun. Va bu narsalar ham barchasi borib taqaladi ekan, o'sha bilimga borib taqaladi ekan. Qachonki bizada o'sha kerakli bilimlarimiz mavjud bo'ladi ekan, shunda barchasiga yechim topiladi. Hech qanaqa savdoga kirganingizda sizda qo'rquv bo'lmaydi. Masalan, sizda hissiyot qachon bo'lishi mumkin? Savdoga kirganingizdan keyin stopingizga ozgina yaqin qaytib kelsanlar, o'sha keyingi savdolaringizda ozgina hissiyot bo'ladi. Yokida 2-3 marta stop loss olsangiz, keyingi 3-chi savdolaringizda hissiyot bo'ladi. Yokida savdoga kirdingiz, tezda yopib qo'yasiz ekan, minus, to есть foydada, minusda esa ushlab turasiz ekan. Bularning barchasi o'sha hissiyot bilan o'ynashga kiradi va bu narsadan kelib chiqishi asl negizi esa bilimsizlikka borib taqaladi ekan, aka-ukalar. Xo'p, misol har doim o'zimizga bunaqa oson yo'l tanlashimiz ham kerak emas. Har doim qulaylikni tanlashimiz kerak va sifatli bilim va deylik to'g'ri start muhim bo'ladi ekan. Misol bilasizlar, imенно shu bizning sohamizda ham shu narsa muhim. O'sha to'g'ri start va muhitingiz birinchi o'rinda rol o'ynaydi. Misol biz o'zimiz o'qiganimizda ham 10 kishi o'qigan bo'lsak birinchi gruppada, lekin oldimizdagi, yon atrofimizdagi shaxslarning ko'pchiligi bilimlaydi, lekin bizlar qanaqa yondashgan, shu dars qilardik, darsdan keyin как положено bitta shu kvartirada bo'lsa, kvartiralarga birlashib, topishib, как положено osh-posh qilib, tepasida bahonada o'sha trading haqida gaplashib, как положено ustoz tushuntirgan mavzularni ertangi kungacha takrorlab, yana bir bor bozorda ko'rib chiqishga harakat qilardik ekan. Bu narsa как положено o'sha yondashuvdan kelib chiqadi ekan. Masalan, bizlar bor ko'pchiligimiz o'qiymiz, to'lov qilamiz kerak bo'lsa kurslarga, lekin qanaqadir sabrimiz yetmaydi. Siz o'ylaysizki, как положено men hayolimda pravo liniyani yorvataraman, mendan zo'r biladigan yo'q, itagdalik boshqa deb o'ylaysiz, lekin aslini olib qarasak, yo'q, aslida даже siz bilmasligingiz mumkin o'sha pravo liniyadan to'liqroq qanaqa foydalanishni. Misol, bunaqa o'quvchilar bizda juda ham ko'p. Masalan, keladi, o'qib chiqaman yoki bilmam bor, psixologiyam xato, yo'q, bu lekin ana biron nima shu o'rganganim yo'q, aytayotgan narsang bo'yicha bir ko'rsatib bozorda topib ber desa, yo'q, nol ketding. Даже istoriyadan topib berishroq, asli ketayotgan bozor qo'yaverasizda. Hop, nimani hisobiga? Chunki yondashuv yo'qligi uchun-da birinchi o'sirat o'sha sohaga kirishdan oldin maqsadlarni to'g'rilab olishimiz kerak. Masalan, to'g'ri, menda ham bo'lganda srojda hammamizda deylik o'sha sohaga kirishimizdan oldin bo'lgan pul bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Birinchi muammo. Va biz ham tushunganmizki, sohaga kirgandan keyin nafaqat soha, balkida umuman olganda sohadan ko'ra bu jarayon muhimroq ekan va sohadan ko'ra bu jarayonni biz o'rgansak, keyinroq bo'lsa-da bizda natija kattaroq bo'lishi mumkin ekan. Va biz bu narsani tushunganmiz va shu narsani mana sizga tizimli savdo ko'rinishida va tizimlashtirilgan holatda sizga taqdim etamiz va shuni sizga tushuntirib beramiz. Masalan, siz men hech qanaqa taraf nima deydi o'sha bir kishiga nima deydi o'sha yomon qarayman, shtobi YouTubedan o'rgansa yoki o'zi отдельно qanaqa video darsliklar ko'rib boshqa qilib o'rgansa men yomon qarayman, lekin bu narsalar misol YouTube'dagi boshqa narsalar bular oldin bo'lgan temalarda, misol oldin gaplashilgan va oldin sizga strategiya ko'rinishda ko'rsatib berilgan o'sha sistemalar bo'lishi mumkin va bu hozirgi ketayotgan bozorda umuman boshqa narsa ko'rasiz va boshqacha ko'rinadi. Misol buy olsa tek ketadi, sell olsangiz buy ketadi yokida teskarisiz umuman boshqa taraf. Tushunarli? Nimaga? Chunki bozorimiz hozirgi kunda akalar polni o'zgarib ketgan va sizda shunaqa vaqtda misol deylik to'g'ri o'rganishadigan как положено ustozingiz, komandangiz va birgalikda o'qib chiqqan jamoangiz bo'ladigan bo'lsa, premium darajada teng bo'ladigan va siz o'sha bemalol ular bilan bog'langan holatda mana bu ko'rinishdagi xatolarni amalga oshirmagan holatda savdolarni sekin-sekin ko'rishtirib borsangiz bo'ladigan joy ekan, akalar. Tushunarli? Bu problemlar barchasi o'sha kelib chiqadigan o'sha ildizi nimadan iborat ekan? Ya'ni bilimsizlikdan iborat ekan. Eng katta foyda bilim va nazoratdan boshlanadi. Ya'ni siz qachonki to'g'ri bilim ola olsangiz va o'shandagina savdolaringizni ham nazorat ostiga ola olasiz ekan. Masalan, nima degan? Deylik hafta davomida bir haftada deylik savdolarni amalga oshirdingiz. Qanaqa savdolarni amalga oshirdingiz? Qaysi savdoda siz ko'proq qo'rqdingiz va qaysi savdoda ko'proq risk bo'ldi? Qaysi savdoda sizda take profit bo'lgan va necha marta bir olganda bozorga kirib chiqdingiz? Barchasiga o'sha yechim qila olasiz qachonki sizda to'g'ri tizimli savdo bo'lsa. Tizimli savdo bo'lmasdan faqat strategiya o'rganish bilan to'rtta gap bilan akalar u ishimiz bitadigan joyi yo'q ekan. Ya'ni chista haqiqatan tizimli savdo bo'lgandagina sizda barchasi nazorat ostida bo'ladi ekan. Bilim to'g'ri olinadi va shundagina hammasi nazorat ostiga olib bilasiz. Tushunarli? Hozir dalshi yana davom etamiz ekan.
Hop, demak, yolg'iz treyderlar statistikasi, ya'ni o'sha kanal sizlar bilan birgalikda statistika ko'rinishida shu oprosnikni olib bordik. Bu keyingi kunlarni oprosniki bo'yicha chiqqan natijalarimiz, ya'ni yolg'iz treyderlarimiz umuman olganda 78% ni tashkil qiladi ekan, umumiy 100% deb oladigan bo'lsak, va bularning ichida hop o'sha 78% yolg'iz treyderlar o'zi savdo qiladigan bo'lsa, shu yolg'iz savdo qilayotgan treyderlarning 92% bir yil ichida natijasiz qoladi ekan. Nimani hisobiga? To'shda ular yolg'iz savdo qiladi, biron kishidan so'ra olmaydi, joyida tahlil yo'q, joyida grafikni analiz qilib beradigan shaxs yo'q, yokida uni xatosini ko'rsatadigan, urishib beradigan deylik qaysidir ma'noda ustoz yokida komandasi yo'q ekan, muhit yo'q ekan. Faqat o'zi qaror chiqaradi, faqat o'zi yolg'iz savdo qiladi ekan, faqat o'zi bilan o'zi ekan. Nimaga? To'g'ri, qaysidir ma'noda bu narsa o'ziga foyda bo'lishi mumkin. Siz qachonki pro darajasiga yetib, hammasi joy-joyiga tushgandan keyin, lekin siz hali pro darajasida emassizda, siz hali treydersiz. Treyder bor va pro darajasi bor ekan, tushunarli? Misol, treyder hamma bo'lishi mumkin. Muammosi, misol siz bilan men nimadir oldi berdi sotdi qildikmi, bo'ldi. Siz bilan men ham treyder hisoblanamiz. Ya'ni oddiy savdogar degani qaysidir ma'noda, tushunarli? Siz qachon pro treyder hisoblanasiz? Qachonki misol, как положено, noldan to'g'ri tizimli yondashuv bilan tradingga kirib kelsangizgina. Tushunarli? Gap bo'lishi mumkin, masalan, o'qigandirsiz, boshqa qilgandirsiz, 6 oylik, 1 yillik natijangiz ham bordir, yo'qdir ham, lekin deylik, nima bo'lgandan tizim qaytadan quriladi va nima bo'lgandan tizim noldan boshlanadi ekan. Tushunarli, kattalar? Va muhit sizda o'zgarishingizni, olganda o'sha tezligingizni deylik 1,5% ga oshiradi, ya'ni 1,5 barobarga oshiradi ekan. Masalan, yolg'iz savdo qilasiz, sizda natija deylik 2 yil, 3 yilda bo'ladigan bo'lsa, muhitli treyderlaringiz bor, misol uchun birga o'qib chiqqan, savdo qilgan o'sha treyderlaringiz bor deylik, masalan, O'zbekistonda bir guruh bo'lib o'qidingiz va shu guruh bilan qaytib endi chetga ham chiqib o'qiyapsizlar, deylik, sizlar ko'ka bo'lgansizlar, deylik, o'sha bitta kemada, bitta yo'lda, bitta ustozdan bilim olgansizlar, ertaga nimadir problem bo'lsa, borib o'sha javob oladigan ustozlaringiz bitta, javob oladigan bilimlaringiz bitta ekan, deylik, bilim berilishi mumkin sizga bir xil, kimdir uni zo'r qabul qiladi, kimdir sekin qabul qiladi, kimdir deylik boshqacha qabul qiladi ekan. Hamma har xil, lekin globsi hammaga bir xil narsa beriladi ekan. Uni oshiriladigan joyi yo'q. Naboru obnovlение bo'lib, hozirgi kunda bozorda aktiv bo'lmasa va sizga aktiv bo'lgan bozordagi o'sha sistemalarni tushuntirib boriladi. Va nimadir yangilik bo'ladigan bo'lsa va bozorda nimadir o'z uchun ham yoki biz uchun ham yangilik bo'ladigan joy bo'lsa, albatta bu narsalar o'sha yil davomida fikr almashib ko'rib boriladi ekan, o'sha jamoa bilan birgalikda. Bu realniy как положено olib boriladigan narsa, chunki bu narsani biz bir marta qilayotgan joyimiz yo'q, chunki sizlar deyarli o'sha barcha bizning o'quvchilarimiz ham tanishlar, masalan, Instagramda Instagram o'sha sahifalarini ochgan va o'sha faoliyatlarni ham olib boradi deylik, kirib chiqadigan zelkalarni ulashib boradi ekan. O'sha zelkalarni ko'radigan bo'lsam, как положено uchuvchilardan bilan nazorat nuqtalardan faqat kirib chiqiladi ekan. Hozir ular haqida ham gaplashib, hozir bularni ham bir qator ko'rib chiqamiz ekan, kattalar, tushunarli? Hozirgi bozor yurishini ham bilamiz va oldingi bozor bir necha yil davomida qanaqa yurgan uni bilamiz va hozirgi day trade'larni va swing trade'larni jummasi qo'yaverasiz. Tushunarli? Xo'p, mana shu ko'rinish ekan. Va shu narsalarni sizlarga qisqartirilgan holatda va hozirgi bozorda как положено ishlab kelayotgan narsani tushuntiramiz. Nimaga kerak bizga yo sizlarga olib qochib yoki undan uzoqlashtirib yoki keyin berib. O'zi shundoq ham bepul berilayotgan bilimlarimizni ko'ryapsiz. Как положено, masalan, yuqorida как положено tushuntirib kelyapmiz, masalan, bironta olishtirsangiz uyalib qolgan joy yo'q. Hammasini tushuntiramiz, ko'rsatib boramiz ketayotgan bozorda va kelayotgan yangi bozorda esa prosta o'zingiz ishlatasizda, как положено mana foyda qilib natijalarni adminlarga ulashib ko'rishtirib borasiz ekan. Mana shu ko'rinish ekan. Hop, endi hozir grafiklarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'sha barchasiga ulguramiz, barchasini sekin bir qator ko'rib, kerak bo'lsa savol-javob ham qilishga ulguramiz ekan. Demak, nima uchun bilgan narsangizni qila olmaysiz? Demak, ko'pchilikda masalan bir xil statistika deylik yuradi. Masalan, yangi strategiya topiladi, bir oy savdo qilinadi, minus bo'ladi. Sraz yana deylik strategiyaga o'zgartirishga o'tib ketiladi va yana hammasi boshdan boshlanadi ekan. Yo'q, kattalar, aslini olib qarasak, bunaqa emas ekan, kattalar. Bilim olishda bu oddiy bilim olish bilan, oddiy o'sha sistema bilan barchasi bitadigan joyi emas ekan. Ya'ni bilim olishdagi muammo, ya'ni muhit muammosi hisoblanar ekan. Ya'ni Gruziyada esa nimalar o'zgaradi? Ya'ni real muhitda haqiqiy mas'uliyat bo'ladi sizda. Har kunlik birgalikda grafik tahlil bo'ladi. Men bo'laman, tepalaringizda Sirojiddin bo'ladi. Birgalikda o'sha
Undan tashqari masalan o'quvchilar ham barchamiz уже bitta komanda ostida, bitta komanda bo'lib harakat qilamiz ekan. Ya'ni xatolarni o'zingiz topasiz. Ya'ni men emas, ya'ni xatoni o'zingiz topasiz. Как bo'lish, nima qayerda kamchiligingiz bor, ko'rsatib berasiz. O'z ustingizda ishlash bo'ladi. Уже muhit umuman boshqa narsa. Ya'ni sizga kerak bo'lsa, dangasa bo'lsa, sizni o'sha qadam bosishga o'sha muhitda o'zi ham sizni majburlab qo'yadi ekan. Ya'ni 4 kundan so'ng umuman olganda boshqacha o'zingizda hissiyotlar bo'ladi ekan darslardan. O'sha 4 ta darsdan keyin o'zidagi sraz kamchiliklarni sezasiz. Mana shu paytgacha manada o'ylab yurgan ekanman deb yurasiz ekan. Nimaga? Chunki bu narsa o'sha tarixda takrorlangan va bizada bozorda o'sha ishlaydigan, ishlab kelayotgan va o'zimiz har kuni savdo qilib kelganimiz uchun va sizlar bilan ham har kunlik ideyani mana bir kun ham qoldirmasdan day trade'larni kerak bo'lsa erinmasdan tushuntirib boramiz. Nimaga? Chunki bizada bilim bor, biz o'zimiz savdoda biz har kuni va shu narsani shunchaki sizlar bilan ulashib ko'rsatib boramiz ekan. Agarda qaysidir joyda sizga foydasi tegsa va qaysidir joyda ideyamiz bir xil kelsa, bosib yuboradigan joy ekan. Tushunarlimi kattalar? Xo'p, ya'ni bu o'sha sizni shu sikldan chiqishda eng tez yo'l hisoblanadi ekan. Ya'ni mas'uliyatsizlik va o'zidagi o'sha qo'rquv, bosim, mana shunga o'xshagan barcha problemlarga yechim bo'ladigan yo'limiz hisoblanadi ekan. Ya'ni muhit esa treyderlarga nima beradi? Ya'ni muhit sizga o'sha intizom bilan, disiplina bilan savdo qilishni beradi ekan. Ya'ni tradingda bilasizlar kattalar, o'sha disiplina va to'g'ri tizimli savdo bular hammasi charbarchas va bir-biriga bog'liq narsalar ekan. Misol uchun unisini har bir narsa, misol disiplina haqida ham o'zi tindirmay 15 minut gapirsa bo'ladigan joyida, chunki hammamiz deylik qaysidir ma'noda boshlanishda baribir hozirgi kunda disiplinlik bo'lsak ham va boshlanishda ko'pchiligimizda disiplina yo'q va hozirgi kundagi aka-ukalarimizda kamchiligimiz ham o'sha intizomsizlik va disiplinasizlik ekan. Ya'ni disiplin degan bu shunchaki tartib ekan. Tushunarli? Qisqa qilib gapirganda o'sha o'zingizni o'zingiz nazorat qilish va tartib ekan. Bu yerda boshqa ko'paytirish kerak yo'q ekan. Tushunarli? Ya'ni xatoni muhit ko'rsatadi. O'zingiz masalan, siz o'zingiz uyalchang bo'lsangiz, so'ra olmasangiz darsdan yokida qanaqadir ichingizda problemingiz bor, shuni siz ustozga yokida boshqaga aytmoqchisiz, tushuntirib bera olmaysiz. Ammo muhitda kimdir shu narsani ustozga tushuntirdi. Uni keyin ustoz sizga yechim qilib aytdi. Shu bo'ldi, sizga savol berishga ham qaysidir ma'noda o'sha ehtiyoj yo'q, chunki siz bu narsaga sirazi как bo'lgan joyda javobni olib ketasiz. Tushunarli? Ya'ni muhit o'zi как bo'lishni o'sha kamchiliklarni barchasini ko'rsatib boradi ekan. Tushunarli? Va muhit o'rganish, ya'ni nima deydi, o'sha muhitda o'rganish kim yolg'izlikka qaraganda 1,5 barobar tez. Ya'ni o'sha o'zingiz o'rganganingizdan ko'ra muhitda tez qiziqib как bo'lishni yuqori aytganimiz kabi o'rganishingiz bo'ladi ekan ko'pchilar. Tushunarli? Masalan, o'sha muhit bilan как bo'lishni ustozlar bilan birgalikda harakat qilganingizdan keyingi sizda bu endi примерно o'zimizcha grafik ko'rinishda ko'rsatganmiz. Birinchi 1 oylik masalan sizda o'sish bo'ladi va keyingi 3 oylikda ham o'sish bo'lishi mumkin va keyingi 3 oylikdan keyin ozgina sizda tushish bo'lishi mumkin. Shunaqa vaqt sirazi nima qilasiz? Sizda o'sha nima deydi, treyderlar muhiti shakllangan va ustozlaringiz bor. Как bo'lishni aloqaga chiqasiz, o'zidagi kamchiliklarni bir qator to'ldirasiz, shu bilan bum savdolar ko'tariladi. Уже bir martada masalan hammada bir marta bo'ladigan joyda, bu bir marta emas, bir necha bor kerak bo'lsa bo'ladigan joy tradingda, masalan biz ham har doim tradingda stabillik haqida gapiramiz, masalan 2%, 3% risk haqida gapiramiz ekan. Nimaga? Misol 2%, 3% dan har oy ishlaganimiz bilan biz ham qaysidir oy zo'r ishlab qo'yamiz, masalan bozor zo'r moment yurib berishi mumkin. O'sha momentda bitta ikkita сделкani o'zidan 50%, 30% topib qo'yishimiz mumkin. Masalan 3%, 4% biz risk qiladigan bo'lsak har bir savdoga masalan va o'sha savdomiz 10 barobar yurib qo'yadigan bo'lsa, o'sha 30% как положено sizda depozit bor, bilish. Tushunarli? Xo'p, mana bunaqa kuchli zo'r savdo qilganingizdan keyin ham sizda hayajon va dopamin paydo bo'lishi mumkin. Masalan, birdaniga o'zi shu paytgacha 3000, 4000 har bitta savdodan qaysidir mana topib kelayotgan bo'lsangiz, birdaniga $100,000 ishlab qo'ysangiz, sizda o'sha kuchli dopamin paydo bo'ladi. Shunaqa vaqtda birdaniga hayajon bilan ozgina minus qilib qo'yishingiz mumkin. Shunaqa vaqt sirazi yana ustozlar aloqa bo'ldi. Shu bilan o'sha siz stabilga tushasiz. Shu bilan как положено mana 85-100 pluslarni urib yuraverasiz ekan. Masalan, bizani ham qoniqtirib qaysidir ma'noda 2% dan 2% dan hisob kitob qiladigan bo'lsak, 12 oyda 24% bo'ladi ekan. Lekin 24% bu hammamiz uchun ham to'g'ri kelmaydi. Lekin bizda bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni qaysi ma'noda qaysidir oila o'sha yuqorida so'zlaganimiz kabi, tushuntirganimiz kabi, qaysidir oilada bizda zo'r momentlar kelib qoladi o'zi, bozor zo'r yurib beradi. O'sha orada 4 ta 5 ta сделка bilan o'zi как положено 4 oy 5 oydan beri qilinmay kelinayotgan o'sha foydalar ham bitta savdoda chiqib ketadi ekan. Va shuni hisobiga sizda yillik 300% dan 500% gacha
daromad bo'lishi mumkin ekan. Bu ya'ni stabilniy ko'rinishdagi holat ekan, tushunarli? Va bu narsani siz o'sha как положено sistema ostida davom ettiradigan bo'lsangiz, kattalar bo'ladigan joyi nimagaki yo'q. Hozir shu narsani sizlar bilan birgalikda gaplashib ko'rib chiqamiz ekan. Risk va kapital boshqaruv haqida mana Sirojiddin bizga bir qator ko'rsatib va xolasa darslar nima deyishadi, o'tgan haftani ko'rsizlar, ya'ni qanaqa yo'lda bizada qaysidir ma'noda impuls ko'proq faqat selga bo'ldi va undan keyin range boshlandi va mana shularni bir qator Sirojiddin bilan birgalikda bozorda ko'rib chiqishga harakat qilamiz va risk va kapital boshqaruv haqida ham keyinroq bizga Sirojiddin o'zi tushuntirib o'tadi ekan formulalar orqali. Xo'p, demak grafik tomondan bozorga ozgina yondashuv qilamiz. Endi grafik o'zi asosan deylik ikki xil toifadagi treyderlar bor deylik. Fundamentalniy va graficheskiy treyderlar. Ya'ni biz bor ma'lumotlarni grafik ko'zda olamiz. Bu narsani bilasizlar, hali. Juda ham ko'pchiligida o'z savdo qilib yurasizlar yokida o'sha stabil pribelni usha olmaslik muammosi yokida juda ham haddan tashqari minus qilish. Haddan tashqari minus qilgan odamlar xatoni har safar bir xil xatoni takrorlagani uchun o'ylayman, что minus qiladi. Mana bozorga keladigan bo'lsak, oddiy tizim deganda qanaqa? O'sha oddiy tizim deb aytayotgan sistemangiz ham no'g'ri qaraganda ketma-ketligi bo'lishi kerak. Например, biz nimaga odatda klassikani hurmat qilamiz deydigan bo'lsak, klassikada juda ham ko'p narsalarga yechim, ya'ni ochiqlik qilib berilgan. Xo'p, kuzatadigan bo'lsak, xullas mana kami 10 yildan beri flatway holat. Endi flatway holat o'sha kuchli maksimumlar va minimumlar bir gorizontal nuqtada turib qoladigan bo'lsa, bu o'sha ya'ni haylaga narx, ya'ni maksimumlarga borganda sotuv qilish kerakligini tushunib yetamiz va minimumga borganda sotib olish mumkinligini tushunib yetamiz. Va ichki strategiyalar deganda, mana biz juda ham ko'p aytib o'tdik, liniyalardan foydalanamiz. Liniyani asosiy qoida, ma'no, maqsadi har bir time frame'da bir xil ko'rinishda ishlaydi. Faqat no tomoni time frame kattalashgan sari biz bilamizki, narx deylik. Biz aynan signal bergan nuqtasida kira olmaymiz. Nimaga? Chunki stopni bilasizlar, har doim biz o'zimiz xohlagandek joyga qo'yib bilmaymiz. Например, deylik, mana shu trendni qaraydigan bo'lsak, qoida bo'yicha, texnik qoida bo'yicha stop loss qayerda bo'lishi diqqat bilan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, shu joyda ko'pchilik adashadi o'zi aslida. O'zi liniya nima uchun kerak deydigan bo'lsak, liniyada har doim biz sizlarga aniq tiniq qilib zona chizib ko'rsatamiz. Mana shu zonalarning aktivniy holatini ko'rsatuvchi aynan liniya orqali yorilgan trend yoki bo'lmasa adboy deb oladigan misol. Xo'p, keling deylik, mana bu trend ko'rinishi, ya'ni o'suvchi trend ko'rinishi. Demak, qaysidir time frame da bu aynan o'suvchi trend ko'rinishi shakllanyapti. Undan bir qanaqadir kattaroq time frame o'tadigan bo'lsak, balki flatway holat. Bu har qachonda bizga tushuncha beradi. Misol uchun liniya ishlash qoidasini o'z bilamiz deylik. Liniya odatda naklon ko'rinishi mana shu shaklda harakatlanib borsa, deylik, har doim narx o'zi uchun lokalniy, ya'ni o'zidan oldingi haylarni yoki minimumlarni o'sha stoplarni olishga harakat qilamiz deylik. Chunki ikki xil ishtirokchi bor. Har doim bir-biriga o'sha ataka qilgan holatda yoki o'suvchi trendni yoki tushuvchi trendni shakllantirishadi. Deylik, narx o'suvchi holatda liniyani tortish qoidasini o'zi aslida qiziq. Ya'ni yangilanishi bilanoq, deylik, mana bu chiziqli holat qaraydigan, ya'ni maksimum yangilandi va minimumlar maksimumlar yuqorida bo'lgani uchun bizda naklon aktiv holatga tushib ketadi. Endi gap masala bu yerda aynan liniya orqali emas yoki liniya. Chunki liniyani juda ham ko'pchilik xil joylarda ishlatadi. M5 da, M15 da, M30 da to'g'ri kelgan yorib o'tgan joyda ishlatib aktiv qilishga harakat qilishadi. Lekin biz hozir qayerda harakat qilyapmiz? Ya'ni flatway. Tasavvur qiling, mana proboy bo'ldi, narx yorib o'tdi va stopni texnik biz hayni yuqorisiga qo'shishimiz kerak va xuddi shu holat kabi 600 punktli minus, to есть 600 punktli deylik, bizda risk uchun diapazon bo'ldi. Biz 600 punktli risk qila olmaymiz hali. Biz risk qiladigan nuqta faqat 50 punktdan 100 punktgacha maksimum bo'lishi mumkin. Demak, bozorni o'sha deylik yuqori hay nuqtalarida razворотный modellarni retestlari bizga imkoniyat beradi. Retest degan zo'r tushuncha, misol uchun. Retest o'zi aslida mana bu 100% sell trendga nisbatan test, ya'ni sellga trend o'zgargan bo'lsa, shu harakatga nisbatan yana dalshi narx sell harakatlanishi uchun demak test shakllanadi. Testni tugaganini informatsiyasini berish uchun bizda aynan nima deydi? Modellarni har bitta time frame'da takroriy shakllanishi, bu takrorlanishi deyiladi. Ya'ni misol uchun bir time frame'da mana razворотный model ko'rinishi bo'ldimi? Обязательно mana deylik, aynan D1 ichida ham deylik H4 yoki H1 time frame'da razворотный modelli shakllanishi riskni mana bu yerdan
bu haygachaligini emas. Mana men bu yerda kirib turib, aynan naklon singan nuqtada kelinglar ko'rsataman hozir. Mana naklon sindi va o'zini hayga stop qo'yish mumkinligini tushuntirib o'tadi. Va check profit qayerda deydigan bo'lsak, samo собой check profit bu eng oxirgi lowga ko'chish. Bu bozorda uzoq muddatli fikrlash uchun. Ya'ni biz har doim korreksion fazalarni o'zimizga foyda qilib olsak, demak, davom ettiruvchi trendlar bizga foydaga qolar ekan. Misol uchun, ya'ni naklonni yorib o'tganini informatsiya sifatida oldik, bu yerda kirmaymiz va retestni ham aynan retestni strukturani shakllanishi bu, ya'ni o'sha D1 da struktura singan bo'lsa 700 punktli risk bo'lgani uchun kira olmadik va M30H1 da, ya'ni qayta test berishim. Juda ham ko'pchilik testni aynan liniyaga qaytib borib tekkanda savdo qilaman o'ylaydi. Yo'q. Tasavvur qilinglar, mana deylik, mana bu gorizontalniy уровень va gorizontalniy уровеньga har qanaqa ham narx yaqinlashadi. Biz esingizdan chiqmasin, bu agar deylik M5 da kimdir uchidan kirib olayotgan bo'lsa, M5 da M1 da sekundli time frame da ham kirib olayotgan bo'lsa, geniyligini bildirmaydi. U shunchaki tasodifiy. Chunki har bir kutayotgan gorizontal u maksimum bo'ladimi, minimum bo'ladimi, narx ikki xil signal ko'rinish beradi. Kerak bo'lsa o'sha selga signal berib turgan joyda impuls bilan, demak, bayga yorib o'tish shansi ham bor narxni. Shuning uchun biz odatda mana narxni qochirib yormaysizlarmi? Yo'q, hech qanaqasiga qochirib yormaymiz. Chunki narxni o'zi doskонально bizga selga trendni razvorot, ya'ni trend razvorot ko'rsatganini signallarini berib o'tish kerak. Ya'ni biz mana bu yerda texnически D1 time frame da 700 punktli stop bilan kirishdan ko'ra lучше testli rejimda mana test bo'ldi deylik. Testni tugashini aynan signalni beruvchi shu mana shu strukturani, ya'ni o'suvchi strukturani yana ikkita kichkina time frame da shakllanishi va o'g'li mana qaranglar. Mana shu D1 time frame dagi deylik o'sha haftalik time frame dagi USD cut. Bu USD cutni bizni men hozir tillalarini ham ko'rsatib o'taman, lekin hozir bu interesliroq deb o'ylayman, chunki yaqinda bu dollar qulashiga ham informatsiya bo'lishi mumkin, скорее всего. Chunki USD cut instrumenti mana bu lowdan o'ta olsa, deylik, hattoki bitta H4 yoki D1 time frame swechani ham yopib o'ta olsa, trend to'laqonli kuchli mana bunaqa impulsdan bo'lib ketib qolishi mumkin. Ya'ni bu yana plus minus 1000 punktli harakat degani. Chunki narx mana qaranglar. 2022-yildan beri aynan shakllanib kelayotgan strukturani switchnoy ko'rinish bo'yicha naklonli ko'rinishda buzib o'tdi, ya'ni selga yorib o'tdi va selga birinchi harakatdan keyin tasavvur qilinglar, mana bu yerda retest bo'lib turib, retestda ham ideal signal bo'ldi. Va yana bir tomoni biz har bir o'suvchi trendmi, pastuvchi trendmi kuchli uchta harakat borligini bilamiz. Ya'ni bu harakat nima deydigan bo'lsak, to'liq qilib olamiz. Trend, откат, продолжение. Demak, mana shu uchta harakatda razворотный model shakllanishini bilamiz deylik. Demak, trend sel ketishi uchun aslida bu razворотный modelni berdi. Agar trend yana buy harakatlanmoqchi bo'lsa, tasavvur qilinglar. Bizda hozircha mana bu naklon yorilib turib, aynan birinchi, ya'ni sell trend harakati paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni sell trend paydo bo'ldi, tushuvchi trend va mana bu korreksionniy откат, то есть откат ikkinchi harakat hisoblanadi. Trend, откат va продолжениеda kirib olganlar aynan lowni yangilanishini va narxni mana bu nuqtaga kelishini, ya'ni bizlar kutyapmiz buni olib qarasa. Ya'ni mana shu USD cut instrumentida. Va bu yerda kirib olishga keladigan bo'lsak, kirib olishda уже switchnoy stillarda ham kirib olasiz. Mana bozorga qarasangiz, haqiqatda million xil bozorga kirish uslubi bor. Oddiy qilib qaraydigan bo'lsak, mana bu W formatsiyasi. To есть M formatsiyasi. M yorib o'tilindi, hattoki mana shu swechani o'ziga riskga yarasha tushib berish bor, lekin mana shu swechani o'ziga stop loss qo'yib kirish mumkin edi. Chunki aynan mana shu yorib o'tilgan svecha orqali trend selga o'zgarganda 100% ayta olishimiz mumkin. Chunki asosan ikki xil svechamiz bor. O'suvchi trendni ko'rsatuvchi o'sha yashil svechalarimiz bo'ladigan bo'lsa, tushuvchi trend ko'rsatuvchi bu qizil svechalarimiz. Tushuvchi trend faqat minimumlarda reaksiya beradi. Ya'ni mana bu oddiy minimumni oladigan bo'lsak, narx maksimumni yorib o'ta olmadi, minimumni impuls bilan yorilishini hisobiga, demak, mana shu svechani o'zi ham hattoki risk bo'lib ketib qolaveradi. Razворотный modellarni ham yodlashinglar, ancha-muncha sizlarga foyda olib keladi. Qaranglar, tillarda ancha vaqtdan beri kuchli sell trend va bu yerda ham ishlatishimiz mumkinki, mana qaranglar, minimumni yangiladik kuchli harakat bilan. Buni impulsni fazada oladigan bo'lsak, mana bu korreksionniy faza. Trenddagi mana bu o'sib borayotgan, deylik, o'suvchi harakat tushuvchiga o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Endi bu kattaroq time frame da biroz boshqacharoq ko'rinadi. Misol H4 time frame olaylik. H4 time frame da mana bu kuchli sell trendda aynan mana bu switch orqali sellga signal olganman, o'g'li.
Nima uchun? Chunki H4 svechi yopilishdan oldin zonaning ichida bo'lgan va yopilar vaqtda aynan zonaning tashqarisida unda o'zidan keyingi ikkita svechani ham deylik объемный zonani deylik lowni past qismida yopdi. Bu nima tushunchani beradi? Bu yaqin kelajakda narx aynan zonaning ichiga kirib turib yoki aynan shu zonaning pastki qismida oqib ketmasdan oldin demak sellga signal ko'rinishini beradi va keyingi zonagacha narx yetib olishini ko'rinishi hisoblanadi. Bu bozordagi oddiy switchlardan bitta ko'rinish. Hozirgi bozoringlar endi ozgina ehtiyotroq bo'lib savdo qilasizlar. Sababi mana bu ikkita minimumni biz yorib qo'ydik og'alar, bir marta emas, ya'ni bir necha marotaba. Xo'p, atqat bo'lsa-chi, mana bu yergacha yoki bu yergacha deyishlar mumkin. Narx kerak bo'lsa bu yergacha atqat qilishi mumkin. Chunki globalniy razvorotda yorib o'tgan trend aynan asosiy stop loss bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Bu texnik tomondan olib qarasak, ya'ni trend xolasa kerak bo'lsa M formatsiyasini hosil qilish uchun maksimum o'ziga va продолжение qilishi mumkin bo'ladi. Shunda umumiy struktura mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hech qachonda sell kirib turib, o'zingizlarga yaqin joylarga stop loss qo'ymanglar. Qo'ysanglar ham faqatgina misol uchun tasavvur qilinglar, mana shu minimum sell uchun ishladimi? Demak, narx agar zonaning yuqorisiga o'tadigan bo'lsa, qayta shu zonani pastiga o'tayotganda yana sell kirishga absolyutno haqqinglar bo'ladi. Mana razvorot ikki xil ko'rinish berib qo'yganman. Kanal desanglarda bo'lsa, trend agar mana shu lowni, mana shu ikkita svechani объемный tana ko'rinishini zonadan pastga yopsa, to'liq trend sell bo'lib ketib qoladi. Bizda nima bo'ldi? Qarang. Ikkinchisi esa selldagi signalni atmay qo'yib yuborish kerak edi. Lekin narx yorib o'tdi sellga, tana aynan ko'rishimiz mumkin, switchnoy. Tana pastga yopilganda, keyingi svechani kuzatadigan bo'lsak, agar mana shu shpilkadan yuqorida yopilsa ham qancha bilasizlar nima bo'ladi? Narx mana bu swechani xuddiki engulfing qilib olardi va trendni o'suvchi ko'rinishga o'zgartirib yuborish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Lekin afsuski, swechani engulfing qoplay olmadi, ya'ni trendni bayda ushlab qola olmadi. Narxda hozircha panika bo'lyapti. Dushanba gap bo'lsa, hayni yangilar, lekin asosiy yo'nalishlar sell bo'lib ketib qolishi mumkin. Ya'ni yo'nalish deganda biz mana bu minimumlar yangilab borgach, biz keyingi diapazonni kutamiz. Ya'ni demak, bu minimum yangilangan bo'lsa, retest tugagach, sразу nima bo'lar ekan? Keyingi minimumga biz harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda. Demak. Mana haftalik time frame dan qaraydigan bo'lsak ham, hattoki haftalik time frame bizda hozircha o'zidan oldingi svechani hattoki yangilamaganini ko'rsatib tushuntirishi mumkin. Haftalik svecha ham kerak bo'ladi. Mana 3 ta объемli yashil deylik shu ko'k объемli svecha yopilib o'tilyapti. Demak, keyingisi ko'ramiz. Mana bu perulov signali bo'lib qoldi. Shuning uchun ikkilanish holatlari bor. Ikkilanish holatda umuman savdo qilish kerak emas. O'zingizga zarar qilganingiz qoladi xolos. Tushunarli. Bozor har kun, har soatda harakatlanib turibdi. Xolos, yevro USD, funt USD deyilgan asosan razворотный modellar, mana maksimum minimumlar ishlanglar deb juda ham ko'p gapirib o'tamiz-ku. Narx agar mana shu o'rta zonada turib qolsa, lowni yoki highni oladigan bo'lsangiz, mana shu ikkala low yoki highda ikki xil ko'rinishdagi razворотlar bo'ladi odatda. Yoki narx shu minimumga mana bu ko'rinishdagi razворотный model va naklon yorilishi bilan trendni bayga berib yuborishi mumkin, yoki minimumni odatda impuls bilan urgandan keyin ola, minimumni to есть o'sha impuls bilan urgandan keyin narx borib to'xtagan nuqtaga ahamiyat qaratasizlar va atqatni borib to'xtar nuqtasiga ahamiyat qaratasizlar. Va shu ikkala diapazondan biri yorib o'tilsa, trendni yoki sellga davom etishi yoki-da shunchaki lowni manipulyatsiya qilib turib trendni bayga harakatlanish ko'rinishlari bo'ladi. Ya'ni ikki xil razворотный model holatlari bor og'alar. Minimumda ham, maksimumda ham shu taktikalar ketma-ket takror bo'ladi. Buni to есть bozor sikliga qarab ishlatasizlar. Sikl degani endi har xil holat bo'ladi. Misol bozor tezlanish holatdir, например, juda ham ko'p volatilniy instrumentlar, volatilniy harakatlar qiladi. Bu holatlarda demak faqat impulsli sistemalardan foydalanishinglar kerak bo'ladi. Bu yerda даже 3 ta svecha orqali ham signal olib ketaverasizlar og'alar, mana shu ko'rinishda. Shunaqa. Demak, yangi haftada bozoringlar bilmadim, naklon bir necha marotaba sindi bo'lsa, faqatgina gap bo'lishi mumkin hayni yangilash uchun. Endi bu oldinroq ketgan analiz o'zi vobsheta hay yangilangandan keyinchalik ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sellga narx qaytish uchun qayta shu lowni yangilash bilan biror bir H4 lowni pastga o'tib qoldimi, shu H4 svechani o'zi orqali ham biz trendda sell harakatini davom ettirishimiz mumkin. Xuddiki mana bunga ham deylik oddiy H4 ta qarasak, mana shu svecha orqali savdoga kirdik deb tasavvur qilamiz.
va risk shuni o'zi mana bu yerda уже birga uchishga nisbatan ham ziyod bo'lib ketgan o'zi aslida. To'g'ri, risk juda ham katta 250 punkt, lekin profit aynan 1 ga 4 bo'lgan ekan даже. Profit ham xuddi shunga yarasha. Bizga riskni minimallashtirish bu odatda aniq tasdiqni olganimizdan keyin qo'l keladi o'g'alar. Ya'ni sell tasdig'ini aniqligini ola oldikmi? Mayli kiring mana shu M15 time frame ga o'zingiz istagan deylik sistema bo'yicha topib sellga kirishga harakat qiling. Misol uchun mana low yangiladi. Xo'p, mana bu yerda engulfing switchni oling, например, deylik. Engulfing switchida M1 time frame da xolagan kirishlaringizni qiling kerak bo'lsa. Agar katta time frame dagi deylik tasdiq bo'lmasa sell uchun, ya'ni minimumdan yangilaydigan tasdiq bo'lmasa, mana bu yerdagi M5 dagi, M15 dagi signallaringiz hammasi bular fake, ya'ni obman bo'ladi. Shunchaki stop lossga yeb qolasiz xolos. Stop loss qo'ymaslik holatlarni hech qanaqa sistemada qilmaganinglar ma'qulroq o'g'il. Men sizlarga shu narsani tavsiya qila olishim mumkin. Keyin men o'zim sizlarga bu tillar uchun ideyam bor. Ya'ni yangi hafta nimalar kutyapman Premierni. Mana shuni ko'rsatib beraman va yengil sistemacha bor. Shuni ham zona bo'yicha bitta ko'rsatib o'tib ketaman ekan. Hop. Demak, savollar bo'lsa berishingiz mumkin, bo'lmasa sekin davom ettiramiz ekan. Hop, so'roq bo'ldi, menimcha savol javob bir kishi bilan qildik, ikki kishi bilan to'ysiz. Ладно, всё. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi qisqacha tushuntirib o'tdim, bilasizlar, 20 minut 30 minutda bozorni funksionalligini tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun aslida ham ozgina mana analiz qilib berib o'tibsan, Jo'ra? Ha, men o'zim chiroyli analiz qilib, tillarda ham bor o'zi, shuni ko'rsatib o'tib ketaman. Хорошо. Всё. Bundan oldin mana sizam qani ekraningizni nima qiling. O'zingiz ko'rinib turing. O'zingiz. Kim u, menmi? Ha. Men hozir anaqamdan kirsam qotib qolyapti, uka. Shu uchun bu yoqdan kirdim, qotib kompyuterdan. Bo'ldi. Problem. Zapsimiz qo'shilgan. Bo'ldi, xo'p. Endi kattalar davom etadigan bo'lsak, bizada Xo'p, endi akalar davom etadigan bo'lsak, bo'lganda shu trading tur masalasini tugatib, undan keyin sekin hozir grafikka ham bog'lab o'tib ketaman ekan. Xo'p, endi akalar qaraydigan bo'lsak, shu trading tur bo'lganda bu nima ekan? Trading tur bu shunchaki siz o'ylagandaqa oddiy sayohat yoki qanaqadir onlayn seminarlar masalan hozirgidek deyilgan yoki strategiya oddiy bir qanaqadir ko'rsatib sizga 4 ta strategiyadan kurs tashkillashtirib beriladigan narsa emas ekan yoki prosta dam olib, tur qilib keladigan narsa emas ekan akalar, tushunarli. Trading tur bu o'zi bo'lganda real muhitda savdo qilish, har kunlik jonli tahlillar va jamoaviy o'sish, 4 kundan keyin umuman bozorga boshqacha qarash hisoblanadi ekan. Tushunarli. Trading turni qisqacha qilsak, buni ichida o'sha dam olish ham bo'ladi ekan. Real muhitda birgalikda savdo qilishlar barchasi o'z ichiga kiradi ekan. Asosiysi kattalar o'ziga bo'lgan o'sha harakat va o'ziga bo'lgan ishonch bo'lishi kerak ekan. Tushunarli. Shu bilan birgalikda harakat qilamiz ekan. Bu etap, bu narsa siz savdo qilasizmi yoki savdo qilmaysizmi? Bu muhit aniq amallaringizni, ya'ni o'zgartiradi ekan akalar. Nimaga? Chunki mana bu pastdagi o'quvchilarimizdan ko'radigan bo'lsak, shu o'quvchilarimiz masalan imkoniyat bo'lsa yana bir bor keladi. Kerak bo'lsa mana komil tanishlar 2 marta kelgan bu bola. Bu 2 marta kelishiga sabab nimaga? Bir marta o'zi ketdi, mana bu yerdagi grafikimiz kabi o'zida bir marta tushish kuzatganida shunda keldi, mana hozir 85-100 da urib yuribdi ekan shu o'quvchimiz. Masalan, oddiy trader o'zini o'sish o'sha grafika bo'yicha sizga tushuntiradigan bo'lsa masalan. Masalan, Dilshodbek o'zi Samarqandda hozirgi kunda mana ofislar ochib o'z ish faoliyatlarini amalga oshirib, mana o'quvchilari bo'lgan hammasidan ichiga chiqqan va menga mana Dilshodni ham qancha maqtab o'quvchilarimiz yozadi, o'quvchi zo'r gapiradi, zo'r tushuntirib beradi, kallaga kiradigan va boshqa qiladigan qilib deydi. Mana million xatdan ideyalar, signallar bor. Bu ham o'zi shunchaki ham ideya beradi, shunchaki o'zi ham signal ham beradi. Buni ham hammasi kalkulyatsiya joyida. Va bu bola o'zi Rossiyadan kelganda, mana Rossiyadan keldi. Undan keyin kripto bilan ham bir orada ishladi. Kriptoda 5-6 ming dollar hisobga qildi va mana hozirgi kunda O'zbekistonga qaytib kelgan. Va o'zi shu tradingda qo'l ishlab yuribdilar. Va bu kishi tojikistonlik shaxs hisoblanadilar. Mana Tojikistondan ham kelganlar bor oldimizga. Nafaqat O'zbekiston, balki butun Esengidan akalar mana Bextraderga bo'lganda o'qishga odamlar keladi ekan. Nimaga? Chunki bu o'quvchilarim barchasi masalan men oddiy kelishdan oldingi holatni gapiradigan bo'lsam, bu o'quvchimiz Dilshodbek masalan 2 yil o'qigan, hamma joylarda borib o'qib ko'rgan, faqat to'g'ri start olmagani uchun
qiynalib yurgan bo'lgan. Bu bola ham shunaqa bo'lgan, to'g'ri start olmagan, boshida hatto o'qituvchilar bor, o'qib qo'ygan, oldinga kelib keyin joyiga tushdi. Misol olish qiyin shu bolani, lekin olgandan keyin yorib o'tadi bor. Uverенность balandchi bo'la emas. Har bitta bolani o'ziga yarasha xarakteri bor. Men xarakteridan kelib chiqqan holatda dars beraman. Masalan, bu aka deylik seryozni. Bu bilan seryozni aytib berishdan, seryozni gaplashamiz-da, seryozni temalarni tushuntirib qo'yaman bildi. Javob ketadi bu yoq. Bu yoqda ozgina olishda qiyinchilik bor, lekin olgandan keyin yorib o'taradi, o'ziga uverin bola. Tushundingizmi? Hammasini xarakteri bor. Bu o'ta nima deydi? Qiziquvchan, biror nimaga erishmoqchi bo'lsa, ko'p o'ylaydi shu narsani, ko'p o'ylaydi bu bola. O'ylovi bor buni, ko'p o'ylaydi. Bu kishida bo'lsa o'ta spokойно o'zini bosib olgan, как положено, уже birinchi qadamdan keyin ikkinchi qadam qanaqa bosish kerak hammasini biladi. Hayot yo'llarida ham, trading yo'llarida ham ikkalasini bog'lab, как положено harakat qilib keladi. Bunaqa o'quvchi basdan yana 4 ta tersam bo'ladigan joy keladi. Ko'p, xudoga shukr, ya'ni har yili bir marta trading tur qilaman. Har yili o'rtacha bir 5 kishidan 10 kishigacha o'qiydi akalar. Mana bu sizlarning imkoniyatlaringiz. Bu degani o'sha joylar cheklangan bo'ladi. Qolagan vaqtingizda o'qish yoki unaqa narsa yo'q bu yerda akalar. Masalan, как положено men sizga o'qish qilib beryapmanmi? Bu o'qishda masalan siz Sirojam sizga o'qitadi. Masalan, Siroj o'ziga kelib o'qish narxi individual $3000 turadi. Bir oy o'qiysiz Sirojda kelib Toshkent ofisda. Lekin men shuni harakat qilaman. Menga kelib trading turga olmaganda bizadan shaxsan mendan bilim olmoqchi bo'lganlarga Sirojdan do'stim, san ham bir 10 kun bularga dars qilib ber, pro darslaringni o'tib ber deyapman. O'sha sizlarga premium darajada bo'lyapti. Ya'ni mendan oldin sizlarni Toshkentda Sirojdan o'zi 10 kun o'qitadi. Undan keyin men oldimga birgalikda o'zi ham keladi. Sizlarni olib keladi ekan. Tushunarli? Hammasi как положено ishonchli qo'llardan ishonchli qo'llarga o'tib, как положено o'qib bilim oladigan joyga o'tadi. Glavnisi tradingda bilasizlarmi? Mana tradingcha gaplashadigan bo'lsak, hop kattalar tradingda glavnisi mana shu bir kunda biza shu bozorda ishlab 200 punkt, 300 punkt masalan bozorda topishimiz bu o'sha tradingdagi eng katta narsa men o'ylayman. Fikrimcha mana shu barcha uchun hamma harakat qiladi shu tradingda umuman olganda bir kunlik yurishini ushlash uchun. Masalan, deylik bozorimiz shunaqa yurishda va mana shunday ko'rinishda bizlarga chiqib ketib qoldik-a. Biza kiramiz akalar, behazil hammalaringiz bilasizlar, o'sha ideal как положено beriladi ekan. Masalan, harakat qilamiz shu yerdan kirishga, harakat qilamiz shu yerdan kirishga, harakat qilamiz shu yerdan kirishga. Bizaga interes emas, do'stlar, mana bu yerdan bay kirib turib, ushab turish, undan ko'ra stop berib chiqib ketamiz, ikkinchi marta qaytib kiramiz. Tushunarli akalar? Shu uchun harakat qilamiz ekan, biza maksimal holatda bu maksimumlardan emas, biz harakat qilamiz ekan, mana bu minimumlardan ko'proq hollarda kirishga. Shu ham iloji bo'lsa uchuvchilardan kirib chiqib ketsin ekan. Biz bozor ham qilib chiqamiz. Lekin glavnisi bizaga har doim e'tiborli jihatimiz shunday iboratki, misol ko'raman, men zalkalaringiz kimlardadir bo'ladi 001 deganda kimdir tushunar ekan, 001 dan bir 100 ta tiqishi 001 degani ekan. Kimlardir 002, 003 ochadi, u bu degani 003 dan ko'p, 010 ochadi, 010 dan ko'p. Yo'q akalar, unaqa emas. Bitta gaplashadigan bo'lsa, masalan, bozor deylik, mana shu bir kunlik yurish anaqamiz, aterimiz deylik, shu masalan bizada qancha aniq sifralar bilan gaplashamiz, 200 punktga teng. Mana shuni yurishi 200 punktga teng ekan. Va bizada bilamiz, как положено lot o'lchamliklarni bilasizlar. Har bir yurish punktimizda 001 ochib yuradigan bo'lsa, bunda har bir yurgan punktiga qanchadan beradi ekan bizga? 10 sentdan beradi ekan. Ya'ni $1 ham emas. Va biz 10 lot ochib ishlaydigan bo'lsak-chi akalar shu yerda va biza 200 punktda qancha bo'ladi? $200 bo'ladi va 0.da $1 dan to'g'ri keladi ekan. Bir lot xudo xolasa qanchalardir ochishingiz mumkin va bu bizada har bir yurishimiz qanchaga teng? $10 ga teng ekan. Endi hozir qiziq joyiga yetib kelamiz. Xo'p, masalan ko'radigan bo'lsak akalar, o'qib chiqdingiz, bu joyda o'qib chiqdingizmi, srazi tradingdan mashina olishi, srazi tradingdan qanaqadir kreditingiz bo'lsa yopib yuborishi yokida mashinani kreditini yopib yuborishi и так далее, bilmayman, shunga o'xshagan любой bitta problemangizni xullas tradingga kirib yopish o'ylamang. Birinchi mana 001 dan boshlang. Mana keling 001 dan boshlangda, 001 dan har kuni savdo qilsangiz ham har kuni 200 punkt bozor yurib beryapti-da. Hozir spokon ushasa bo'ladi 200 punkt. 200 punkt har kuni 001 dan qanchaga teng degan $20 har kuni. Tushunyapsizmi? Har kuni va bozor bizga 20 kun yuradi. Bir oyda 20 kun yuradi. Lekin buni har kun ishlasangiz bo'ladi, уже stabilni. Qaysidir kuni $40 ishlaysiz, qaysidir kuni minus qilasiz, plus qilasiz. Itogi shu har kuni $20 ga to'g'ri keladi. Shunda qancha topasiz? Kerak 4 bo'lsa $400 ga teng bo'ladi ekan. Demak, bu sizda уже такой oylik dohodingiz.
tradingdan hali toza endi o'rganib chiqqaningizda birinchi oy уже $400 daromad qildingiz va siz bu $400 gaz, svet, mana shunga o'xshagan mayda-chuyda xarajatingizga berib ko'ring. Вообще kayf ko'rasiz. Undan keyin yetamiz, ketdik. Undan keyin sekin nima qilasiz ekan? 0.10 ishlab boshlaysiz. 0.10 da уже har kuni 200 minutdan ishlashingiz bu degani aka. Nima degani $200 har kuni soqqa qilyapsiz degani. Buni biz 20 kunga ko'paytirsak qancha bo'ladi ekan? $4000 pul degani aka. $4000 pul bu O'zbekiston sharoitida вообще bomba degan. Masalan, so'mda hisoblasak, hop, interesga nima? Bizda vaqt bor, matematik bo'lsak, bilim o'rgan. 22 bo'lsa 58 million bo'ladimi so'mda? Plus minusi bilan shunaqa. 58 million so'm akalar. 58 million so'm qayerga qo'yishni topyapsiz deganda, masalan, bu ko'p ham sizga tajriba kerak degani emas. Masalan, mana bu 001 lik etapni примерно men sizga tizim qurib beraman, men sizga sistema qilib beraman akalar, xudo xolasa mana shu sistema, mana shu risk menejmentlar bo'yicha harakat qilsangiz, birinchi 3 oylik faqat 001 dan chiqmaysiz, sabr, tishga qo'yasiz. Keyingi 3 oylik уже ketdi, bu yog'i 0.10 dan boshlaysiz akalar, mana shu sifralar kelib chiqadi ekan. Уже bu xudo xolasa berilgan sistem, berilgan bilimimiz, men va Sojidan siz ustingizda ishlab shuncha berganimizdan keyin mana yuqorida ko'rsatgan shaxslarimiz kerak bo'lsa Instagramlarini ham bilasiz, Telegramlar ham bor, deylik. Bu bolalarni hammasini o'zi taniysiz. Xuddi shunday akalar, nimaga bular qilganda sizlar qila olmaysizlar? Chunki bular ham sizlardagi adashgan, boshqa joylarda ham o'qib ko'rgan, nolovoydan kelgan o'quvchilarim bor. Masalan, bizga hozir qulay, Kagboldan kelsangiz hammadan qulaydi. Nimaga? Chunki 10 kunlik kursni bekorga Toshkentda tashkillashtirmaymiz. Masalan, sizga tizim qurishda biz noldan quramiz. Butun noldan. Вообще farq yo'q. Pro bo'lasin, boshqa bo'ladimi? Umuman tizimni noldan quramiz ekan, akalar. Tushunarli? Xudo xolasa akalar, mana shu aytganimizni qilib borsangizlar, keyingi 3 oylikda o'zi sizlarda aniq natija ko'rinadi. Birinchi 3 oylik to sistemaga tushib olganingizcha vaqt ketadi, lekin keyingi 3 oylikda akalar o'zi sizlarda natija ko'rinadi. Как minimum mana sizlarga aniq sifralar bilan baribir tushuntirgan ma'qulda. Masalan, kunlik 200 punkt ishlaydigan bo'lsangiz, akalar, bo'ldi. Bu yog'i sizga 0.10 lot chegarasi yo'q. Qachondir xudo xolasa akalar, bir lot ochib boshlaysiz, o'sha bir lot ochib boshlaganingizdan keyin 4 pachka pul qilasiz degan, masalan, $40,000 pul deganda, bu bir oylik natija. Masalan, biz ham xuddi shunday ishlashimiz uchun 3 yil faqat minusda yurganmiz, 4-yil nolga chiqqanmiz, 5-yildan plus qilib boshlaganmiz, sekin-sekin akalar. Shunday mana bizga endi 8 yil ketyapti. Endi sekin-sekin o'sha yo'liga tushirilgan, как положено stabil daromadda o'sha bozorga kiriladi, olib chiqilinadi. Unaqa masalan, oldingi bozorda biz harakat qilardik, har kuni mana bir kunda day trade bo'lsa 3 martagacha kirishga. Va hozir nima qilamiz? Hozir deylik bozorimiz 5 kun yuradigan bo'lsa, 5 kunda 3 marta kiramiz. Mana shu 5 kun ichida 3 marta bozorga kiriladi. Shu 3 martadan take profitda maksimal harakat shu take profitga bo'ldi. Lekin bu 3 marta ham уже mana bunaqa 200 punktlikda уже emas, qaysidir ma'noda 200 punktda уже masalan save qilib olinadi, foydalanib yarmini saqlab qolinadi va bo'ldi. Уже maqsad akalar kamida 500 punktdan 700 punktgacha hozirgi savdoda. Tushunyapsizmi? Misol bu уже hozirgi biz o'zimiz sistemdan kelib chiqqan holatda bu ham ko'z ish narsa emas, qaysidir ma'noda. Tushunarli? Shunga harakat qilamiz. Shu ikkita сделка qilamiz, hafta davomida сделка qilamiz. Общий 700 punkt как minimum har bir savdodan ushlashga harakat qilamiz. O'ylang, 700 punkt ushlayapsiz 0.10 lot bilan. Bu hozirgi bozorda nima degan? Misol $700 pul degan akalar. Har hafta $700 nahotki topolmaysizlar masalan. Har hafta $700 shuncha bilim berib, harakat, muhit, sharoit, ikkita ustozdan bilim, prob ikkovi ham teng bor, ikkovi ham bittasi masalan sizga full natija ulashadigan bo'lsa, bittasi sizga full motivatsiya yetakchilik hammasini beradi akalar. Qanday siz natija qila olmaysizlar bundan keyin aka? Masalan, bitta odam hayotida harakat qilish uchun unga to'g'ri ustoz kerak, to'g'ri yo'l kerak. Sizda yana nima kerak? Misol motivatsiya xastirma, motivatsiya har kun tugaydi akalar, motivatsiya u zo'r narsa emas o'zi aslida olib qaraganda. Motivatsiya bugun bo'ladi, ertaga o'chib qoladi. Motivatsiya aslida olganda yuragingizda bo'lishi kerak. Uni o'ldirib bo'lmaydi, uni o'chirib bo'lmaydi, uni o'rnatib bo'lmaydi akalar. Bu misol haftalik natijamizda, misol shuni nahot qila olmaysan 4 haftada, misol $2800 aka bir oyda. Boshlang'ich trader sifatida topolmaysan. Topasiz akalar. Nimaga yo'q? Chunki o'quvchilarim qilib yuribdi. O'qitgan o'quvchim birontasi uyaltirgan yoki boshqa joy yo'q akalar. Men sizlarga osmondan yo boshqa joydan olayotganim yo'q. Masalan, xuddi shunaqa struktura bo'yicha ishlashni mana srojniy sistema qilib tushuntirib o'tdi. Va men sizga kalkulyatsiya qilib beryapman. Уже deyarli bizda tizim plus minus tayyor. Ba'zi bir boshqa traderlar shu kalkulyatsiyani ham to'g'ri qila olmaydi, tizim deb sizlarga tiqishtiradi, tizim deb sizga beradi, siz ham vo'pchi kimlar bo'ldi-ku deyish sifralarni ko'rib.
Yo'q aka, mana bu yerda o'sha tizim ham ketdi boshqa. Lekin aslida olganda bu yerda shunaqa narsa, lekin bizlar uchun bu hali tizim emasda, bizda tizim boshqa narsa bo'ladi. O'sha tizimga endi o'ylab ko'ring, kirsangiz nima bo'ladi, nima qo'yadi ekan. Tushunarli? Bu yerda aniq sifralar va barchasi realniy narsalar bu yerdagi oldi qo'shdi temalar yoki boshqa yo'q, mana yozib qo'yibdi ekan. Mana tashlab o'tirmiz. Tushunarli aka. Вот. Ana endi bozorimizga qaytadigan bo'lsak, masalan, bozorimizni Xo'p, masalan, bozorimizni ko'radigan bo'lsak, masalan, kutmoqman yangi haftam uchun primerdan mana shu minimumlarga narx kirishini. Biz mana bu yerlardan bizda signal bo'lgan, bu yerdan signal bo'lgan. Endi hop, time frame'larimizdan kishilar turib ko'radigan bo'lsak, primerdan narx mana shu nuqtalarga kirganda bitta bayga chiqib kelishimiz ham mumkin. Endi hozir bozor ko'ryapsizlar, aytib bo'lmaydi, hozir o'sha gap bilan birdaniga pastga otib yuboradigan bo'lsa, endi mendan emas, agar joyidan ochiladigan bo'lsa, primerni mana shunday kutib olsak bo'ladi akalar. Va ikkinchisi esa mana yuqoridan bekorga belgilab qo'ymadim. Ikkinchisi esa mana bu zonamiz ham bor. Bitta atkat, keyingisi qaytib kelganda mana chuqurroq atkat. Mana shunday holatlar bor bizda. Yo'q emas akalar. Ana shu ikkita zonani o'zimcha kutib olmay, endi ko'ramiz. Kelsang kirsang, bo'lmasa ham keyin yana bir qator o'chirib qaytadan chiroyli day trade sizlarga zonalarni barchasini belgilab tashlab qo'yaman. Endi o'zim lishni kutayotganim nima desangiz, mana shunday holatni ko'ryapman akalar. Mana ko'radigan bo'lsak, bu yerda masalan yoshiradigan yoki boshqa qiladigan joyi yo'q. Masalan, olingan zonalarni ko'radigan bo'lsak, nima bo'yicha olingan? Plus minus SNR va ozgina likvidlar ishlatilgan xolos. Mana shu ikkala sistema qo'shilgan holatda mana zona olingan akalar, yuqori, tepa, tushunarli. Endi bularni misol uchun barcha time frame'ga ulab ketishingiz mumkin. Masalan, H4 ga mana o'tkazadigan bo'lsa, o'sha H4 da mana katta likvidatsiya bo'lyapti, deylik, lekin buni kichkina time frame'larga tushiradigan bo'lsak, bizda как положено SNR va zonalarga o'sha bo'yisini boshlar ekan. Va bundan ham yanada kichraytirib qaraydigan bo'lsak-chi, nima bo'lishi mumkin? Bu yerlarda primerni RSI ham shakllangan bo'ladi va RSI uchun ham qoplaysak bo'ladi. Va yana M5 ga o'tkazib, line chatga o'tkazadigan bo'lsak, line chat minimumlari olingan bo'ladi ekan. Tushunarli aka-ukalar? Ya'ni sistema chuqur, ichiga kirib boraverasiz, hamma time frame'da har xil narsani bir-biriga bog'lab ketaverasiz, lekin itogi bir xil ide chiqishi kerak. Ya'ni bir xil ide degan shu yerdan bayni deyarli barcha sistema berish kerak. Ozgina kam ko'p joyi bilan deyarli mana shu joydan bay signal berilishi kerak. Shunda masalan, agar nahotki kira olmasdingiz deylik, shu yerdan kirdingiz, plus minus masalan take profit 1 deylik. Plus minus mana shunday. Stop deylik. Hop, siz qaysidir ma'noda agarda shu savdoni o'zini ushlaganingizda ham deylik, 2600 deylik, punkt ushlashingiz mumkin ekan. Bu ham misol swing trade bo'lib ketib qoladi, lekin skорее всего siz uchun to'g'ri keladi degan umidda ekanman. Xo'p, endi misol uchun Fibonaccilarni topib bu yerga sразу to'g'rilab qo'yishingiz mumkin ekan. Masalan, deylik, narx shu yerdan Fibonacci bo'yicha ketib qolgan. Xo'p, endi men Fibonacci'ni bunga tushirib ko'raman ekan. Masalan, o'sha Fibonacci'da ham qanaqadir signal bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, deylik, bizada primerni mana shu nuqtalarda ham yana bir qator Fibonacci'miz bo'yicha ham nima bo'lgan, signal bo'lgan ekan. Endi bu bunaqa tortishuvchi ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun darslarda yana bir qator chuqurroq ko'rib chiqamiz ekan. Bo'ldi aka. Xo'p, ya'ni sistemangiz agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni razворотный nuqtasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Fibonacci ham bu joydan signal beradi, SNR ham bu joydan signal beradi, likvidatsiya, manipulation, tagdali barchasi. Masalan, full shaqamchasi deydi, tagdali boshqa. Masalan, mana bu yerda ham bizda likvidatsiya bo'lgani, buni ko'radigan bo'lsak, narx bizda nima qilgan? Likvidatsiya qilgan va shu likvidatsiya qilgan shaqamchani o'zini oladigan bo'lsak ham soyasiga narx retest qilgan. Retestdan qo'shilib bo'lsangiz, o'sha shaqamchani soyasi uchun stop loss bo'ladi. Shaqamchani o'zidan kirasiz, maksimum stop loss bo'ladi. Nimaga? Chunki stop aniq va shu zonani ichidan biz ham o'zi signal kutuvdik va bu yerdan yana boshqa narsalar ham switchlar bo'yicha ham signalimiz bor ekan. Nimagaki yo'q kirasiz. Tushunarli aka-ukalar? Ya'ni sistemasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'sha barcha narsa bir joydan signal berib boshlaydi ekan. Shu ma'no, mantiq, mazmun bir narsadan, ya'ni bir xil sistemadan iborat ekan. Tushunarli barchaga aka-ukalar shu joygacha. Xo'p, endi trading tur ishtirokchilarining aytchalari yetakdali barchasini o'sha kalkulyatsiyalardan kerak bo'lsa ko'rib chiqdik maksimalni va endi trading turda o'sha narxi va ro'yxatdan o'tish bo'yicha barchasini hozir gaplashib o'tib ketamiz ekan. Juda ham qisqa o'sha fursatimiz qolgan aka-ukalar, vaqtimiz. Trading turimizni narxini ko'radigan bo'lsak, общий barchasini paketi bilan birgalikda misol
$3000 qilib belgiladik aka-ukalar va buni ichiga kiradi ekan sizda to'liq 20 kunlik sessiyalar, ya'ni Sirojiddinda borib birgalikda ilm olib kelish va men oldimga kelishingiz, bilet pulingiz, hop, otelingiz buni ichiga kiradi. Bu yerdagi har kunlik restoranlaringiz masalan buni o'z ichiga kiradi, yeb icharsiz va men bilan birgalikda bo'ladigan savdolar va o'sha turist buni ichiga kiradi ekan. Ya'ni tur umuman olganda o'sha sizni dam olishingiz va bu yerda kelib sarguzashtlaringiz, barchasi transportlaringiz buni ichiga kiradi ekan. Endi barcha sessiyalar kuchli muhit, Backtrader va Sirojiddin ishtirokida bo'ladi ekan. Joylar soni akalar cheklangan-ku yo'q tursin, o'sha bitta ikkita qolgan. Vot, shuni bilib qo'yinglar, chunki o'z 10 kishi olamiz deganmiz, biz 8 kishi to'lib bo'lgan, 2 kishi yo 1 kishi bizda qolgan akalar. Xo'p, endi bu $3000 pul katta pul emas akalar, hozirgi kunda simbolik mana bu sharoitda ko'radigan bo'lsak, qanaqa sharoit desak, Sirojiddinning o'zida kursi individualniy o'qish 30 kunlik kursi bizada Sirojiddinda $3000 ga teng akalar. Va endi siz mana oldimga kelasiz, masalan, biletingiz $500 tudabradniy. O'rtacha endi men olyapman, arzon hisoblayapman. $500 tudabradniy biletingiz deylik. Va sizga deylik bu yerdagi o'sha yotib turadigan joyingiz, yotog'ingiz u как minimum $100 dan to'g'ri keladi. 10 kuningizga sizga bu ham plus qancha bo'ladi ekan? $1000. Bu ham plus bo'ladi ekan $1000 va endi xo'p, keldingiz bu yerda yotog'ingizga $1000 plus bo'ladi, o'sha biletingizga bu bo'ladi. Keyin har kunlik masalan yeb icharsiz, ichkiman qorin tikib qo'ymaydi. Bu yerda как положено o'zim sizlarga halol ovqatlar va restoran hamma itakdali o'rtacha kunlik baribir bu rasxodingizdan $100 ga teng bo'ladi ekan. Bu ham akalar chunki chet eldasiz, o'zimiz yurtda bo'lsa boshqa gap ekan. Va bu ham sizga deylik $1000 ga teng, misol uchun plus deylik. Va endi siz o'zingiz bu yerda yuradigan transportlaringiz bor ekan va turingiz bo'ladi ekan. Har kunga o'sha transportingiz bilan turingizga ham har kunlik o'rtacha deylik kelganda $100 demaymiz, $50 dan ishlatganingizda ham 10 kuningizda qancha? Plus minus $500 o'sha o'rtacha transportingizga ham rasxodda endi deylik. Siz chet elga chiqib ketyapsiz va undan tashqari siz 10 kun plus Sirojiddinda o'qilinadi. Nimada? Toshkent shahrida o'sha o'zimizda Nesvanda o'qilinadi, ofisda deyilgan. Va undan keyin mana oldimga kelasizlar 10 kun bu yerda как положено plus bo'ladi akalar. Va endi ko'radigan bo'lsak o'rtacha $500, 1000, 1500, 2500 deylik, 3000 deylik va bu yerda o'zi Sirojiddinning kursi o'zi $3000 turadi, lekin men sizlarga shuni tezlashtirilgan variantda 10 kunga men sizlarga buni ichiga tiqib beryapman ekan. Demak, kursga shu paytgacha hech kim to'lov qila olmagan bizga, chunki hop, sizlar biza ketayotgan bozorda как положено ishlaymiz. Va o'shani hisobiga ham akalar bizani bilimimiz uchun unaqa to'lov qilish qiyin masala. Nimaga? Chunki faqat siz to'lov qilishingiz mumkin ekan. O'sha bizani qiladigan o'sha rasxodlarimiz uchun bo'ldi. Ya'ni o'zingiz kelib ketishingizni ko'tarasiz, borib kelishingizni, boshqa itakdali yeb icharingiz deylik, yotib turishingiz, mana shu rasxodlaringiz uchun qilinadigan xarajat bor. Shuni ko'tarasiz va xudo xolasa bilim bizadan akalar. Chunki biz ketayotgan bozorda sizlarga bilim berishga harakat qilamiz. Masalan, o'tgan bozor bilan emas, naborot ketayotgan bozor bilan analiz qilib, как положено joyida kirib chiqishga harakat qilamiz ekan akalar. Va barchasi shu aytilgan narsalarni o'sha amalga oshirsangiz akalar, kurs как положено o'zini oqlaydigan qolgan masalalarni nasib bo'lsa bir qator ko'rib chiqamiz ekan. Akalar, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bilib qo'yinglar kishini. Men sizlarga bugun strategiya sotganim yo'q. Men sizlarga shunchaki qarorlaringiz qayerda xato bo'layotganini ko'rsatib berishga harakat qildim xolos. Qolgan qarorlarni esa o'zingiz amalga oshirasiz ekan. Lekin shuni ham bilib qo'yinglar akalar, qarorlaringizni yolg'iz amalga oshirish bu to'g'ri yo'l emas ekan. Ya'ni tizimli muhitda va birgalikda tizimli savdo qiladigan shaxslar bilan, treyderlar bilan birgalikda bo'lsangiz, ya'ni trading tour, Backtrader jamoasi orqali bo'lib o'tadi va bu narsa immuniy sizlar uchun. Qolgan ma'lumotlarni xudo xolasa mana adminlarga murojaat qiladigan bo'lsangizlar, Telegramda ma'lumotlarni tashlab qo'yaman. Bir qator barchasini olishlaringiz mumkin bo'ladi ekan. O'tilib barchaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Men hozir pastda admin qoldiraman. Adminga yozasizlar, aniq maqsad bilan o'qimoqchi bo'lsangizlar, ma'lumotlarni yana bir qator beradi. O'sha bo'ladigan bo'lsa, siz bilan birgalikda nomeringiz olib bog'lanadi va telefon qilib yana bir qator ma'lumot beradi. Ertaga ofisga kelishlaringiz mumkin akalar. Agar kimda kim yozilmoqchi bo'lsa, adminlar bilan bog'lanib bemalol Toshkent ofisimizga kelib ham to'lov qilishlaringiz mumkin. Yokida o'sha onlayn tarzda to'lov qilsangizlar bo'ladi. Va boshlanadigan sanasi darslar qachondan deydigan bo'lsangizlar, 22 may oyidan boshlanadi. O'sha 22 may sanasidan boshlanadi va 10 kun oldin o'sha Toshkentda darslar boshlanadi. Bu degani plus minus 10 may kuni o'sha Toshkentda darslar boshlanadi ekan akalar.
keyingi 10 kunlik уже mani oldimda bo'ladi ekan. Tushunarli aka-ukalar. Общий shunda sizdan 20 kundan ziyodroq vaqt ketib qoladi. Chunki yo'ldan vaqtingiz ketadi. Shuni hisobiga 20 kundan ziyod vaqt ketadi. Xudo xolasa mana may oyi ham yaqin qoldi aka-ukalar. Maqsadlarni to'g'ri qo'ygan holatda mana tradingga kirganingizga ham o'ylama 2 yil 3 yil vaqt o'tib ketib qoldi. Endi boshlaydigan yo'li, endi boshlaydigan joy. Bunaqa trading tur boshqa bo'lmaydi aka-ukalar. Boshqa takrorlanmaydi. Masalan, borib oddiy bir joylarda o'qiman desangizlar, masalan, $5000, $10000 deylik. Lekin biz sizlarga shuncha sharoit bilan $3000 qilib qo'yamiz. Prosta o'zlaringiz rasxodlaringizni ko'taringlar. Men kayf qilaman, shtobi sizlar bilan birgalikda savdo qilsam. Shtobi men berayotgan ideyani ishlatyapsiz, men berayotgan bilimdan foyda qilyapsizmi? Men jarayondan kayf qilaman. Va menga mana shu narsalar yoqadi. Siz aka zo'r bo'lyapti, natijalarim zo'r, sizlar o'qidim, men Bextrader jamoasi nomerada nabdom desangizlar bo'ldi aka. Menga mana shu jarayon qiziq va men shu jarayon uchun harakat qilaman. Nafaqat o'zim, balki Sirojiddin bilan birgalikda komandamiz bilan Xudo xolasa sizlarni qo'ldan kelgancha podдержка qilib boramiz aka-ukalar. Mana 8 yil bo'lgan bo'lsa, chekinish bo'lgani yo'q. Bundan buyoq ham bosib boramiz. Naborot, safimiz kengaysin degan harakat va umiddamiz aka-ukalar. Qolgan ma'lumotlarni men sizlarga hozir pastda admin qoldiraman. Shu adminga yozib ma'lumotlar olishlaringiz mumkin ekan. Zapis esa 1-2-3 kunlarda tashlab beramiz kanallaringizga. Hammaga rahmat, charchamanglar. Sirojiddin, savollarim yo'q, ajoyib tarzda o'tkazding. Hamma narsani yetarlicha tushuntirding bolalarga, rahmat. Xo'p. Hammaga omad tilayman. Rahmat kattadan. Xo'p bo'ladi. Hammaga rahmat. Charchamanglar kattalar. Barchalaringizni kutib qolamiz. Ertadan nasib bo'lsa ofisga kelishlaringiz mumkin. Bemalol o'shandan. Hammaga rahmat.